Marhum polkovnik Adenov Bekzod Erkaboyevichning xotirasiga bag'ishlanadi. Inson qadri boqiy, xotirasi muqaddas. Inson xotira bilan tirik, qadr bilan ulug'. Ajdodlar xotirasini yod etib, ezgu ishlarni davom ettirish, bugun saflarimizda yurgan, yurtimiz ravnaqi yo'lida xizmat qilgan harbiy xizmatchilarni e'zozlash, shuningdek, osmonimiz musaffoligi, el yurt tinchligi, sarhadlarimiz daxlsizligi yo'lida yurtiga, vataniga, xalqiga, qasamyodiga sodiq bo'lgan harbiy xizmatchilar, vatan fidoyilarini yod etish xalqimizga xos ezgu fazilatdir. Yillar o'taveradi, davr o'zgaradi. Vatan qudratiga qudrat qo'shilib, yurtimiz yanada qad rostlaydi. Ana shu nurafshon kunlarda ozod va obod yurtda baxtiyor yashash saodatiga erishgan insonlar, kelgusi avlodlar shu vatanning koriga yaragan, uning qiyinchiliklariga yelkasini tutgan, el yurt uchun jonidan ham kechgan asl fidoyilardan biri bo'lgan marhum polkovnik Adenov Bekzod Erkaboyevichning nomini faxr bilan tilga olamiz. Yaxshi insonlar doimo yaxshi nom bilan nomlanadi. Bu inson o'zining olamiyligi, keng dunyo qarashi, vazifasiga bo'lgan mas'uliyati, har qanday vaziyatda o'z yordamini ayamasligi bilan jamoada hurmat topgan edi. Shuningdek, u komandirlik qilayotgan jamoa doim ilg'orlar safida bo'lardi. U Toshkent viloyati Oqqo'rg'on tumanida ziyolilar oilasida tug'ilgan. Oiladagi ma'naviy muhit, ta'lim-tarbiyaga bo'lgan e'tibor Bekzod Erkaboyevichning kelgusida yetuk, qobiliyatli, solih farzand bo'lib yetishishida alohida rol o'ynagan. Uning bolalikdagi harbiy xizmatga bo'lgan mehri, qiziqishi ulg'aygach aniq maqsadga aylandi. Ana shu maqsadga erishish uchun maktabda yaxshi o'qib, puxta bilim olgach, 1993-yilda Novocherkassk oliy harbiy aloqa qo'mondonlik bilim yurtiga o'qishga kirdi. Imtiyozli diplom bilan tamomlagan. Qurolli kuchlar safida 1998-2022-yillar davomida turli lavozimlarda harbiy xizmatni o'tagan. Adenov Bekzod Erkaboyevich tashkilotchi, harbiy xizmatchilarni axloqiy, ruhiy jihatdan ko'tara oladigan, ruhan tetik targ'ibot tashviqot ishlarida faol ishtirok etadigan og'ir bosiq ofitser edi. Hozirgi kunda Toshkent viloyati Oqqo'rg'on tumanida joylashgan 22-maktabda Adenov Bekzod Erkaboyevichni buyuk qahramon sifatida yodga olishadi. Dildan suhbatlashgan paytlarimiz sharafli kasb egasi ekanligidan faxrlanardi. O'z kasbini sevuvchi va o'z kasbini ustasi edi. Mutaxassisligi aloqachi bo'lganligi bois aloqasiz boshqaruv yo'q, boshqaruvsiz g'alaba yo'q deb ta'kidladi. Har bir sohada ilg'or bo'lishni xohlardi. Orzu-tilaklari bisyor edi. Ming afsuski, taqdir ekan. Biroq uning jo'mardligi, vatanparvarligi, o'z manfaatidan jamiyat, xalq manfaatini ustun qo'yishi haqiqiy inson ekanligini ko'rsatdi. U yaxshi inson edi, yaxshi do'st edi. Umr o'tkinchi, xotira esa abadiy. Insonlar bor, 100 yil yashab xalqqa, elga bir nafi tegmay o'tib ketadi. Ammo Bekzod Erkaboyevichga o'xshagan mard, vatanparvar insonlar barchamiz uchun o'rnak va mayoq bo'lishi shubhasiz. O'ktam va ko'rkam, tabassumi beixtiyor ko'ngilga iliqlik soladigan bu inson
xotiramizda uzoq vaqt saqlanib qoladi. Zero xalq uchun, vatan uchun jon fido qilgan qahramonlar hech qachon o'lmaydi.